sifatiga qarab narxlari farq qiladi. Endi narxlari bilan xalqimizni tanishtirib o'tsak. Bug'doy bo'lsa shu kepak holati keltirib beradi buni aka. Aralashtirib bosamiz. Ko'z Uchinchisi kepak holatiga keltiradi. Mayda. Issa bo'laveradi bemalol. Xohlasak atala qilib pishirib bersa ham bo'laveradi. Xohlasa mana shu un holatiga mayin qilib keltirib berdi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sizlar bilan yana men Elmurod Muqim. Bugun YouTube'da eng kerakli videolardan birini sizlar uchun taqdim qilamiz. Videoni o'tkazmasdan ko'rishni tavsiya qilamiz. Azizlar, bilasizlar, bizda chorvachilikka moslashgan xalqlardan birimiz. Shuning uchun biz drabilkalarni qayerdan olishni, ya'ni Qiziruq tumanida drabilka xarid qilmoqchimiz, lekin qayerda eng zo'ri bor deb qidirib yuribsizmi? Unda sizga manzilni tushuntirib o'taman. Qiziruq tumanida mana shu dehqon bozoridan kelishda ko'rayotgan bo'lsangiz, dehqon bozoridan kelishda ko'chani ustida vodozavorning yonida o'ng qo'lda mana ko'rib turganingizdek vodiy drabilkalari sizlarni kutib turibdi. Bu tomonda, ya'ni hokimiyat tomonidan kelishda, ya'ni o'zimizning Jahon bozor postkayidan kelishda mana shu hokimiyatning svetofordan o'tasiz. Chap qo'lda shu mana ko'rib turgan vodiy drabilkalar sizlar uchun tayyor turibdi. Undan tashqari esa bir qancha mahsulotlari bor ekan. Vodiylik akalarimizning hozir narxlari, ularning sifati, keyin ishlashi, ya'ni drabilka o'zi nima deydigan insonlar ham bor. Vodiyliklar sho'rga kelib ochgan ekan. Akalarimizdan to'liq ma'lumot sizlar uchun olamiz. Videoni o'tkazmasdan ko'ramiz. Qidirib yurgan do'stlarga, yaqinlarga jo'natamiz. Biz endi boya aytganimizdek mahsulotlar bilan tanishtiramiz. Hozir bu yerda qancha turda mahsulotlar bor, sifati qanday, ishlashlari to'liq video bo'ladi. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Salomatmisiz, charchamasizmi? Mana Qiziruq tumaniga bir yangilik bo'lsin deb mana shu vodiydan drabilkani eng zo'rini olib kelib sotyapti deb eshitdik. Endi xalqimiz uchun qanaqa qulayliklar qilgansizlar, qanaqa drabilkalar kelgan, ular haqida bir to'liq xalqimiz uchun bir ma'lumot qilib bersangiz. Ma'lumot beramiz. Assalomu alaykum. Elmurod aka, Muqimov YouTube obunachilari barchalaringga xayrli kun, kuninglar xayrli bo'lsin. Vodiydan shu qo'li quruq, don, hashaylarda chiqaradigan universal drabilkalar olib kelganmiz. Barcha turdagi drabilkalarimiz bor. Kimdir xohlasa 380 da ishlaydigan drabilkalarimiz ham bor. Hozirgi kunda 220 voltda ishlaydigan qo'l quruq, don, hashaylar chiqaradigan drabilkalar olib kelganmiz. Agarda zakaz bersalaring, zakaz bo'lsa 380 da ishlaydigan drabilkalarni ham yetkazib beramiz. Keyin aka shunaqa savol tug'iladi. Endi keling, bu yerga drabilkalarni ko'rsatib, tushuntirib bersangiz. Hozirgi kunda xalqimizga qiziq. Sifati ikki xil drabilkalar mavjud. U nimasidan farq qiladi? Hozir siz aytyapsizki, bizda zo'r drabilkalar bor, bizdagi baquvvatroq bo'ladi. Ba'zi drabilkalarga qaraganda ikkalasini farqini ham bir tushuntirsangiz. Bizdagi drabilkalarimizda mahavili, listli variantlari bor. Misli obmotkasi, alyuminiy obmotkasi bor. Shularni ko'rsatib beramiz. Hozir ochib qo'ygan variantlarimiz bular. Keling. Bo'lsa mana xalqimiz uchun bu yerda hozir to'liq tushuntirib, mana ko'rsatib berib aytsangiz. Setkalari 3 xil bo'ladi Elmurod aka. Mana unisi hashak uchun, любой turdagi hashaklar uchun bu somon press, beda press, qoya press, yerong'oq press, hammasi uchun mana shu quruq hashaklar uchun shu. Mana unisi don uchun yorma qiladi bu. So'tali makka, quruq makkalarni hammasini yorma qilib beradi. Mana mayini un, kepak holatiga keltiradi bu. Tori, bug'doy, makka, shu hammasini mayda qilib kepak holatiga keltirib beradi. 3 xil setka bo'ladi. Qo'l chiqarayotganda mana bu setkani ham olib qo'yamiz. O'zida bitta setkasi bor. U qo'l chiqarayotganda ishlaydi u. Faqat ochiq turadi qo'l chiqarayotganingizda, hashak chiqarayotganingizda.
Endi mana bu yoqda listli bilan mahaviklikni farqini xalqimiz uchun tushuntirsangiz, nimaga listli arzon, mahaviklik qimmat bo'ladi? Listli variantimiz aka, Elmurod aka, ana u to'g'ri temir yupqa 06-07 listdan mahaviga o'xshatib qilingan bo'ladi va qarashingizda mahaviga o'xshab turadi shu turishda. Bunga pichoqlarini ham sal arzonroqdan qo'yiladi, arzon varianti. Lekin kuzuplari, setkalari hamma joyi bir xil bo'ladi. Faqat shu mahavisi listdan bo'ladi, yengil bo'ladi bu. Masalan, bu 2 kilo bo'lsa mahavi. Mana bu mahavimiz mashinal mahavisi bo'ladi, Jiguli mashinal mahavisi, quyma shu mashinalar mahavisi bo'ladi. Bular 9 kilo, 10 kilo, 11-12 kilogacha bo'ladi bularimiz. Shu o'zgarish shunda. Mana bu nimada listli mahavida masalan drabelkada hasha yo'qsa don chiqaryapsiz. Shunda motorni o'zini kuchiga ishlaydi bu aka. List yengil, 2 kiloda o'zi bu. Motorni o'zini kuchiga ishlaydi, sal qiynalibroq chiqaradi. Mana unisida mahaviy variantida og'ir bo'ladi bu. 9, 10, 11 kilogacha bo'ladi. Motor bitta оборот olgandan keyin o'zini kuchiga hamma donlarni, hashaylarni o'zini kuchiga mana urib tashaveradi aka. Bu alyuminli variantimiz, mana unisi misli variantimiz. Qarang, endi bu yana bir narsa qiziq. Bu 220 ga ishlaydigan variantimiz, to'g'rimi? Misol uchun ba'zi joylarda tok past bo'ladi. Tok past bo'ladi. Bu nechigacha ishlaydi? Qancha tok eng pasti nechigacha bo'lsa? Mana bu misli variantimiz aka, mahaviyli misli variantimiz. Bu tokda ko'proq so'raydi. 220 razvedka tokka ishlayveradi aka. Past bo'lganda ham 205-200 gacha suqqanda shuni ko'rsatsa aka, kuchlanish hisobiga yana 10 tashlaydi. 190-185 ta ham misli variantimiz, mahaviylimiz ishlayveradi. Alyuminli obmotkalarimiz aka 200 ko'rsatsa, 190 ko'rsatsa ham bo'laveradi. 180-170 ga tashlasa ham ishlayotgan jarayonda shunaqaga tashlasa ham bemalol ishlayveradi aka. Endi 150 suqsa 150-160 ko'rsatsa ishlatishmagani ma'qul. Unda qizib, unda ham birdan kuyib qolmaydi. Qizib kuyishi mumkin unda. Motorga ziyon bor. Motorga ziyon keltiradi shunda. Endi qarang, misol uchun ko'plar obzor qilganda bilsangiz, qanaqadir shlaka blok tashashadi, har xil narsani tashashadi, obzor qilishadi. O'shanda aytishadiki, bu qattiq narsani ham chiqarib yubora oladi. Ya'ni mayda-chuyda, misol uchun hashaga olib keldingiz, ichida toshi bor. Tiqilib qolsa kuydirib yormaydimi? Motorda. Motorda. O'shalar ham muhimda. Bunda aka, masalan aka, mana bu setkani qo'yib oldingiz qishki kunida. Masalan, somon yo bo'lmasa poya chiqaryapsiz, u poya mahsulotingiz yo beda mahsulotingizga yomg'ir tushgan, yomg'ir tegib qolgan, nam bo'lgan, o'zi nam hashaydi. Buni ham olib tashlab turib, shu pustoy holatda chiqarishingiz kerak aka. Agarda o'shanda bilmasdan nam poyani chiqaryapsiz aka, shunda mana bu nimalariga aka, bu setkalariga nam hashay to'planib qolib tiqiladi aka bu. Tiqiladi, shunda avtomatimiz tashlaydi aka. Avtomat tashlaydi. Tiqilganda avtomat tashlaydi aka. Demak kuydirib yormaydi, avtomatda o'zi tashlaydi. Motorda zashtasi bor aka. Zashtasi bor. Qattiq temir, tosh tiqilsa ham bemalol zashta qiladi. Tiqiladi, avtomat tashlaydi. Endi shlaka blok, boshqa qattiq taxtalarni chiqarmaymiz endi baribir. Chiqaradi u narsalarni ham-ku, endi kerak emas. Mana shu moliydigan mahsulotlarni anchiydi lekin. Hammasi rudagisini. Endi bu yerda undan tashqari bu yerda drabilkalarning faqat 2 xil turi bor, to'g'rimi? 3 xil turi bor. 3 xil turi bor. Qanaqa? Uchinchisi arzoni listli varianti, keyin alyuminli mahaviyli varianti, keyin misli mahaviyli varianti bor. 3 xil. Demak, narxlar ham 3 xil turda bo'ladi. 3 xil turda bo'ladi. Undan tashqari bu yerda yana qo'shimcha nimalar bor? Bu yerda keling, bularni ko'rsataylik, keyin esa ishlash jarayoniga o'tamiz. Bo'ladi. Hozir aka biz vodiydan shu vohaga aka Qiziriq tumaniga shunaqa narsalarni yetkazib keldi, yangilik. Kimnidir motori, shu drabilkasini motori kuyib, netib yo nimadir bo'lgan bo'lsa aka, motorlarimiz bor aka. Misli obmotkasi ham, alyuminli obmotkasi ham bor, motorlarimiz bor. Keyin aka kimgadir atala garelkalar aka bular. Kimdir hammomga ishlatsa ham bo'ladi, atala qozonlarni tagiga qo'yib ishlatsa ham bo'ladi.
mana kat yo'llarga qo'yib ishlatsa ham bo'ladi garekalarimiz. Bu nima bilan yonadi? Bu aka qiziq shu nima bilan yonadi? Atrabotka bilan. Mashinadan chiqqan. Ha, atrabotka bilan yonadi. Moyli aka. Moyli, ha, bo'ldi. Bu misol uchun mana bu kimda bo'lsa, motorni olib kelsa, o'rnatib berish xizmati bormi yo'qmi? Yo'q, o'rnatib berish xizmatimiz yo'q aka. Lekin yetkazib bering desa, yetkazib beramiz. Xolasa alyuminiy modga, xolasa misli modga. Kilovatini qizig'i yo'q. Har xil kilovatlardan olib kelib beramiz. Endi hozir mana azizlar dam olish sezon, toqqa chiqadigan, do'stlar bilan toqqa chiqadigan, aylanadigan, oila bilan sezonda mana akalarimiz qo'ralar olib kelgan ekan mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Kichik qo'ralar, katta qo'ralar bor. Endi iloji bo'lsa kichik qo'ralarni, katta qo'ralarni bir narxi bilan ham ketaylik. Qo'ralarimiz aka, mana ular 60 santimetrlik bo'ladi aka. 12 ta shiqta chakli sig'adi aka. Mana kattalariga aka, ular kattalari 20 ta yo 22 talik bo'lsa kerak. Kattalari 120 bo'ladi uzunligi, kichkinalarniki 120 bo'ladi aka. Bular necha pul, kattasi necha pul? Mana shu ko'ramiz. Narxlari aka, kattasi aka 350 ming so'm, 2 litdan bo'ladi, qattiq baquvvat, bemalol qancha bo'lsa xizmatini qilaveradi aka. Kichkinasi bunisi 60 santimetrli 200 millik varianti 2 litda aka. Narigisi aka 1.3 litda u 150 ming so'm. Lekin u ham aka anarazi emas. Hammasi baquvvat aka. Keyin aka taklanadi, hammasi yig'ishtiriladi, bemalol. Mana bemalol mashina orqasiga bemalol solib, bor yo'qligi ham bilinmas ekan. Ko'rayotgan bo'lsangiz, toqqa chiqargan akalarimiz uchun kelasizlar. Juda zo'r variant. Endi boya buni tanishtirib o'tdi, iloji bo'lsa buni narxini ham aytib o'tsak yaxshi-da xalqimiz uchun. Narxi aka, bunisini narxi 1 million so'm aka. 1 million so'm kelishtirib beramizmi? Ha, siz obunachilaringiz bo'lsa aka, xayri bor aka. Xayri bor. Xayriga o'tib beramiz aka. Kelishtirib beramiz. Kelishsa bo'ldi aka. Shunga aka, yana bir narsa, Elmurod aka. Shu garelkalarga atala qozonlar bo'ladi bizda vodiyda. Hozir aka hali beri yetkazib kelganimiz yo'q-ku, lekin atala qozonlar masalan obzorlarda, boshqa nimalarda ham ko'rishyapti. Bizning sexda ham hamma narsa bor aka ishlab chiqarilyapti. Kimgadir 200 litrli, 300 litrli, 500, 1 tonnalargacha kimgadir atala qozonlar zarar bo'lsa ham bemalol aloqaga chiqishaversin. Ulardan ham yetkazib beramiz, xudo xohlasa. Azizlar, buni qo'shimchasi shu atala qozonlari ham kerak bo'lsa bemalol murojaat qilasizlar. Xudo xohlasa pastda telefon nomer, manzil ham qoldiramiz. Akalarimiz bilan bog'lanasizlar. Qo'shimcha yana savollar bo'lsa ham javob berishadi. Chunki ko'mirli, kulli deydimi? Mayda, hokali variant bor-ku, bunaqa variantlari ham bo'ladi aka. Xudo xohlasa so'rashaveradi. Mana garelkani ko'mirli varianti. Garelkani ko'mirli varianti ham bor ekan. Bemalol murojaat qilsalaringiz, xudo xohlasa pastda nomer qo'yamiz. Ko'rayotgan narsalaringiz bu juda ham zo'r. Vaqtida vodiydan olib kelishgan aka-ukalarimiz uylari yiqilishi, endi esa eng qiziq xalqimiz kutayotgan jarayon, drabilkalarimizni bitta-bitta ishlatib ko'ramiz. Ichiga har bir mahsulotni tashlab chiqarish jarayoni, mahsulot qanday chiqadi, hozir birgalikda sizlar bilan kuzatishda davom etingizlar. Hozirgi kunda hammaga qiziq bo'lgan qo'l beda mahsulotimizni chiqarib beramiz aka. Qo'l poya bormi, qo'l beda bormi, qamish bormi aka, hammasini solib bemalol chiqarishaveradi. Hozir shu chiqarib ko'rsatamiz aka hozir. Bunga bez nasatga bo'ladi, to'g'ri? Ha, bunga aka mana setkasini, quruq xashak setkasini olib qo'yamiz. Pramoy holatga qo'yib olamiz aka, shundoq bosaveramiz aka. Bismillah. Xo'sh. Elmurod aka qo'l bedamiz mayda holatga keltirib berdi drabilkamiz aka.
bemalol aka qo'ymi, molmi, barcha turdagi hayvonlarga bemalol tashlasa bo'laveradi aka. Endi qurugidan ham amroq qilamiz. Endi aka, xo'p, mahaviyli variant aka, quruq hasadi uchun chiqarib beramiz. Hozir aka beda poya, keyin eng qattiq bo'lgan yer yong'oq poyamizni chiqarib beramiz aka. 2 xil turdagi hasadi chiqaramiz hozir. Qani, bismillah. Ana Elmurod aka, beda mahsulotimizni chiqardi aka. Maydaligini ko'rsating aka. Bemalol aka, qo'y qo'zilarga aka berilaveradi. Bir dona ham nushqut chiqarmaydi aka. Hammasini yeb tugatadi, xudo xolasa. Bismillah. Sangi to'g'ri. Elmurod aka mana eng qattiq bo'lgan yer yong'oq poyamizni ham aka chiqardi. Bemalol aka buni ham qo'y qo'zilar, chorvadagi hamma mayda hayvonlarimizdan bemalol yeyiladi. Nushqut qo'ymay, xudo xolasa. Mana aka mayda qilib chiqarib berdi. Endi nimani chiqarib ko'rsatamiz? Xalqimiz Endi hunarsa, chunki ba'zi insonlar to'g'ri ko'plar bilishi mumkin. Buni chiqqaniga ancha bu. Lekin ba'zi tushunmaganlar uchun bu narsa juda ham qiziq ishlash jarayoni, qanday mahsulotlarni. Bularni ham chiqarib bir ko'rsak. Hozir aka, so'tali poya, makka poya chiqaramiz. Hozir bozorlarga borsak, ko'p kishilar masalan mana shu poyalarni, baylarini, mollar yeydi, bunaqa so'tasini qoldirib qo'yadi aka, qattiq joyini. Shularni ham chiqaradimi deb so'rashadi odamlarimiz. Chiqaradi albatta, shularni ham shu makka poyani qattiq, bunaqa tanasi qattiq poyani chiqarib ko'rsatib beramiz aka. Buni ham aka mol qo'ylar yeydigan qilib mayda holatga keltirib beramiz aka, chiqarib beradi, xudo xolasa aka.
Xo'p, mana Elmurod aka buni ham ko'ring aka. Bemalol aka. Mayda bo'lib qo'y qo'zilar uchun bemalol aka mayda qilib chiqarib beradi aka. O'ylanmasdan aka bemalol sotib olsa bo'laveradi aka. Umuman xudo xolasa umuman nushqut chiqarmaydi, mol ham qo'y ham. Endi boyaga biz uchun qiziq, boya aytib o'tdingiz-ku, bu mayda setkalardan o'tkazish. Undan oldin buni ham bir ko'rsatamiz. Somon ham. Bitta somon mahsulotimiz qoldi. Somonni ham bir ko'rsatamiz. Hammani uyda bo'ladigan somonni buni ham chiqarib beramiz, shu somon qoldi. Bu mahsulotimizni ham chiqarib beramiz. Bismillah. Somonda ham o'sha bittani qo'yiladi. Ha, bitta o'sha quruq hasaylar uchun aka, hammasi uchun faqat o'zidagi setkasi turadi aka. Quruq hasaylarga beda poyami, somon poyami, hamma press quruq mahsulotlarga bitta o'zini setkasi turadi aka. Bismillah. Elmurod aka somonni aka o'ta mayda chiqaradi aka. Somon mahsulotimiz bu yumshoq bo'lganligi uchun aka rosa ham mayda chiqaradi somonni aka. Bemalol qo'y qo'zilarga tevasiga don mahsulotlarini kepakini sepib tashlab bersiz ham aka bemalol mazza qilib yeydi aka. Bu endi o'pshi mana shu holatida so'ganimizni ham chiqarib berishadi. Ha, bu aka so'tali makka uchun setkalarni qo'yib qo'yganmiz hozir. Yorma holatga keltirib beradi. Hozir aka mana u yorma holatga keltirib beradigan setkamiz bu setka aka. Bu setka qo'yilgan turgan ekan hozir. Ko'rayotgan bo'lsalaringiz, hozir yorma holatda keltirib berishini birgalikda ko'ramiz. Mana aka don sutasi bilan donni aka yorma holatga keltirib berdi. Qo'ylarga, mollarga atala qilib bersa ham bo'laveradi. Agarda to'q po'g'lar, cho'jalar bo'lsa, ularga ham shunday bersa bo'laveradi. Jo'ja don deyiladi aslida. Shu yorma holatga keltirib berdi. Shuni ozgina o'chirmay chiqarib olgandan keyin bir 5 minut o'chirmay tursa, 4 minut ichida bitta ham qolmaydi, hammasini chiqarib tashlaydi. ichida sirazi ozgina vaqt to'xtab sabr qilib tursa, ichidagi donni ham polni chiqarib tashlaydi. Mana Elmurod aka endi mayda dondan bug'doy mahsulotimiz bilan makka mahsulotimizni uqalanganini aralashtirib turib chiqarib beramiz aka. Bismillah. Bug'doy bo'lsa shu kepak holatga keltirib beradi buni aka. Aralashtirib bosamiz. Ko'sa ham sirtilgan don bo'lgan. Mayda don kekkadasi ham.
chiqadi. Ha, mayda setga qo'yiladi bunga. Maydasi qo'yiladi. Qarang. Sizga e'tibor beringlar, bu uchinchisi. Kepak holatga keltiradi. Mayda. Ana unisi buni olib qo'ying, ligirovka qiladi. Mana undan ozroq, kamroq, ko'proq ochaverasiz. Yarim holatga ochib qo'ysangiz bo'ldi, Elmurod aka buni. Ana aka bemalol hayda kepak holati bug'doy ham bor ichida, makka ham bor. Shuni yem tepasiga, yemish tepasiga chechib bersa bo'laveradi bemalol. Xohlasak atala qilib pishirib bersa ham bo'laveradi. Xohlasa mana shu un holatiga mayin qilib keltirib berdi. Mayda qilib chiqarib beradi. Endi aka bunda aka o'sha ko'p kelinlarimiz toriqni ham mayda qilib chiqaradimi, kepak qiladimi so'rashadi. Mayda bo'lganligi uchun. Bu setkamiz ham mayda. Shu toriqni ham bemalol kepak un holatga keltirib beradi aka. Shuni ham chiqarib beramiz, chiroyli qilib chiqarib ko'rsatib beramiz. Sizlar mana ko'ryapsizlar, qana mayda narsa bo'ladi. Qani ko'ramiz, buni ham kepak un darajasida qilib bera oladi. Birgalikda kuzatamiz. Mana aka buni ham kepak qilib beradi aka bemalol. Qo'ylarga, mollarga, kepak holatiga, yemishiga, tevasiga chachib bersa bo'laveradi. Endi aka ularni ishlash jarayonini ko'rdik. Endi boya aytganingizdek 4 xilda bor dedingiz-a? 3 xilda. 3 xilda bor. Endi ularni sifatiga qarab narxlari farq qiladi. Endi narxlari bilan xalqimizni tanishtirib o'tsak. Narxlarimiz aka baholasi arzonlari aka 2.800.000 dan listli variantlari aka. Bunda aka alyuminli bo'ladi, hammasi aka listli variantimizning motori alyuminli motkali bo'ladi. 220 da ishlaydi aka, pastroqda ham 180 gacha ishlayveradi. Shuni aka alyuminli motka, mahavili variantimiz bor. Unisini aka bahosi 3.300.000 so'm. 3.300.000. Ha, 220 da ishlaydi, alyuminli motka, pastokda 180 gacha ishlayveradi. Shuni aka endi 3.5 millionligi bor. Bu misli motka, u ham mahavili bo'ladi aka. Shu 3 xil turdagi hozircha drabelkalarimiz bor aka. Hozir mana demak 2.800.000, 3.300.000, 3.500.000 variantlarimiz bor ekan.
Bizni obunachilarimiz uchun Elmurod Muqimov YouTube kanalidan yoki Telegram yoki Instagramdan oldik deb kelsa kelishtirib beramizmi yana ham? Xudo xolasa aka, hammasini aka kelishtirib beramiz. Hammasi xayri bor aka, xayriga o'tib beramiz. Yana bitta narsa, yana bir narsani eshitdik, o'sha haqida ham ma'lumot bersangiz. Endi hozirgi kunda ba'zi insonlar buni olmoqchi, ba'zilarda hozir naqd pul yo'q. Buni bo'lib berishga ham olish imkoniyatini qilib bera olamizmi? Shunaqa imkoniyatlarimiz ham bor. Muddatli to'lovga kimdirlar shunaqa holat, kimdirlar shunaqa qilib olishni xohlaydiganlari ham bor. Shunday bizdan so'rashadi. Shunaqa muddatli to'lovga ham drabilkalarimiz bor. Azizlar, ko'rayotgan bo'lsalaringiz, mana shu drabilkalarni hammasini xohlasalaringiz naqd pulda, xohlasangiz muddatli to'lovga bemalol xarid qilishlaringiz mumkin. Boya boshida ham akamiz aytib o'tdilar. Hozir bu yerda faqat 220 liklari bor ekan. Agar zakaz qilsalaringiz 380 ga ishlaydiganini ham bemalol ishlaydigan drabilkani ham olib keladi. Drabilkani ham olib kelib beradi ekanlar. Kelasizlar, ko'rasizlar, mana shunaqa qilib bittalab xohlasangiz o'zingiz ishlatib ko'rib, xarid qilasizlar, narxida o'tib beradigan joylari bor. Manzilda boya ham aytib o'tdim, Qiziriq tumanida mana shu suv ta'minoti, mana o'zimizni ruscha qilib aytganda vodozaborni yonida joylashgan, mana shu binoda joylashgan. Bu tomonda hokimiyat tomonidan kelayotganda, svetofordan o'tganda chap qo'lda mashina bilan kirib keladigan yo'l ham bor. Bu tomonda esa agarda o'ng tomonda, ya'ni o'zimizni Qiziriq tuman dehqon bozoridan keladiganlar uchun esa bu manzil o'ng qo'lda bo'ladi. O'ng qo'lda mana shu 2 etajli binoni pastida joylashgan, ya'ni birinchi etajda joylashgan. Undan tashqari azizlar, bu drabilkalarni akalarimiz mana shu o'zimizda bilasizlar, Jahon bozor deydi, mol bozor, bozor kun bo'ladigan Qiziriqdagi Jahon bozorga ham olib chiqasizlar, a? Keyin olib chiqamiz. Jahon bozorga payshanba kun bo'ladimi Xandalda? Xandal bozor. Xandaldagi bozorga, keyin undan keyin bu yoqda Zangdagi bozorga ham olib chiqishadi. Agarda o'sha yoqda turib ko'rayotgan obunachilarimiz bo'lsa, o'sha yoqdan ham borib xarid qilishlari mumkin. Undan tashqari pastda nomerlarni beramiz. Aka, dastavka ham qilib beramizmi? Dastavka ham qilib beramiz. Mana shu uylaringizga dastavka xizmati ham mavjud. Ko'rib, tushuntirib, joylashtirib berishadi. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Bu joyimiz yangi ochdik, har doim xudo xolasa ochiq. Bemalol telefon qilib kelishib ko'rishlari mumkin. Azizlar, bu har kun ochiq bo'ladi. Bu yerga kelasizlar, ko'rasizlar, bu yerdan doimiy xarid qilish imkoniyati bor. Murojaat qilish uchun nomerlar qo'yganmiz, narxlarni kelishtirib beradi. Xudo xolasa, yangilari kelsa yana obzor qilib beramiz. Rahmat. Xudo xolasa, barchaga rahmat, sog' bo'linglar.